faqat inplasni bitiruvchilar qonun tilida gapiradi. Masalan, men problemani 10%, 20% ga hal qilsam, problemani 50% ga hal qiladigan o'quvchilarim bor. To есть pulni zo'r topadigan, pul topishdan mandan o'tib ketgan o'quvchilarim ko'p. Bu odam aytmoqmanki, o'zini harakatiga bog'liq. Bilimni olgandan keyin ishlatib bilish kerak-da. Bir xil bilim oladi, amaliyotga qo'llamaydi. U pul bo'lishi uchun amaliyotga qo'llab pulini olish kerak-ku. Bizlarda yana bitta yaxshi nima, hozir inplasni bitirganlar hammasini bizning pocherkimiz bor, hamma o'quvchimizda. Bu ular qonun tilida gapirishni boshlaydi. Hattoki mana soliqchilar bilan gaplashsa, soliqchilar sразу aytadi: "Zamira pani shogirdimisiz?" Потому что faqat inplasni bitiruvchilar qonun tilida gapiradi. Men bitta qonunda, men bu moddasida mana bunaqa deb yozilgan. Faqat inplasda. O'shaning uchun ish beruvchilar ham chaqirishayotganda, inplasda malaka oshirganmiz, keling bizga deb chaqirishadi. O'quvchilarimizni agar haqiqatan o'qiydigan bo'lsa, ish masalasida ham, obro' masalasida ham, xudo xolasa pul masalasida ham muammosi bo'lmaydi.